Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi video darsimizda biz siz bilan JavaScript dasturlash tilida for siklini ko'rib chiqamiz. Biz oldingi darslarimizda ko'rib chiqqan while takrorlash konstruksiyasi sikli biz takrorlashlar, ya'ni iteratsiyalar sonini avvaldan bilmagan holatlarimiz uchun mos keladi. Ya'ni takrorlash necha marta bajarilishi dastur boshlangandan keyin aniqlanadi. Unda biz while'dan foydalanamiz. For sikli esa iteratsiyalar soni avvaldan ma'lum bo'lgan hollarda ishlatish uchun qulay bo'ladi. Keling buni bir misol bilan ko'rib chiqaylik. Aytaylik, kiritilgan matnni teskarisiga o'girib beradigan dastur tuzmoqchimiz. Buning uchun keling bir funksiya yaratamiz. Const funksiyamizni keling inglizcha nomlaymiz. Teskarisi reverse string satr. Demak, reverse string deb nomlaylik va unga biz nima beramiz? Qandaydir bir satrni beramiz. Str. Endi funksiyamizni tanasini yozamiz. Dastlab bitta bo'sh satr yaratamiz. Let result va bunga hozircha bo'sh bo'lib tursin. Buni sekin-sekin to'ldirib borish uchun, teskarisiga shunga qo'shib borish uchun. Ana endi forni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz mana shu. For so'zidan keyin qaus ochamiz va qausning ichida esingizda bo'lsa while haqida gaplashgan vaqtimiz SSS konsepsiyasi haqida, ya'ni start, stop, step tushunchalari haqida gaplashgan edik. Aynan mana shu for siklida bu uchta tushuncha, uchalasi ham bir joyda keladi. Keling buni ishlatib ko'ramiz. Let e teng null, ya'ni mana bu o'zgaruvchi sikl uchun o'zgaruvchi yaratdik va bu start, boshlang'ich qiymat. Endi undan keyin nuqta virgul bo'ladi. Endi shartni, ya'ni qanday holatlarda shu takrorlash tanasi bajarilishini yozmoqchimiz. Kichik, ya'ni o'sha satrni uzunligidan toki kichik ekan deymiz, ya'ni str length. Bu bizni shartimiz, ya'ni toki satrni uzunligidan kichik ekan degan shartni qo'ydik. Va oxirida bundan oldingi darsimizga batafsil to'xtalgan edik. I'ni bittaga oshirish. Uni har xil usullarini ko'rgan edik. Increment, decrement. Biz i plus teng bir ko'rinishidan foydalansak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Demak, mana shu yerda e'tibor qilsak, start boshlang'ich qiymat, ya'ni o'zgaruvchi yaratildi va shu yerning o'zida unga boshlang'ich qiymat berildi. Start. Bunisi stop, ya'ni stop sharti qanday holatda to'xtaydi, ya'ni qanday holatgacha boradi yoki bajarilish sharti desak ham bo'ladi. Toki i satrning uzunligidan kichik ekan bajarilaveradi. Bu yerda esa step, ya'ni i'ni bittaga oshirishni buyurdik. Ana endi takrorlash tanasini mana bu yerda figurali qaus ichida yozamiz. Bu yerda ko'p murakkab emas, bajaradigan ishimiz result teng interpolyatsiya yordamida bajaramiz. Bektik dollar figurali qaus ichida strning, ya'ni satrning i'inchisi, ana undan keyin bu yerda result dollar, ya'ni figurali qaus ichida result. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? E'tibor qiling. Result bu bo'sh. Mana shu joyini agar tushunib olsangiz yaxshi bo'ladi. Result bo'sh turibdi boshida va satrni i'inchisi, ya'ni boshida nechi bo'lsa shu belgisi boshida qo'yilyapti. Mana bu yerda. Ya'ni eng birinchi, keling bu yerda namuna sifatida bir misolni ko'rsak, menimcha shunda tushunarliroq bo'ladi. Salom so'zni yubordik. Boshida result 0 ga teng.
i'ning 0-si c ga teng. Demak, birinchi mana c ni qo'ydi. Birinchi qadamda result c ga teng bo'ldi. Ikkinchi qadamga keldik. Ikkinchi qadamda satrni birinchisi, ya'ni a olindida, u oldinda qo'yildi. Undan keyin result qo'yildi. Demak, avval a qo'yildi, undan keyin resultni qiymati qo'yildi. Mana AC bo'ldi. Va result endi shunga teng bo'ldi. Uchinchi qadamga keldik. Uchinchi qadamga kelganimizda i 2 ga teng. Demak, salomni ikkinchi indeksi l ni oldi va uni oldinda qo'ydi. Undan keyin resultni hozirgi qiymatini qo'ydi. Demak, avval l ni qo'ydi, undan keyin resultni mana bu oxirgi qiymatini qo'ydi. LAC. Xuddi shunday 4-qadamda salomni O'sini oldi, uni oldinda qo'ydi. Undan keyin hozirgi resultni qiymatini qo'ydi. Va oxirgi qadamda 5-qadamda meni avval, ya'ni str 4-sini meni qo'ydi avval, undan keyin o'sha paytdagi resultni qo'ydi, ya'ni resultda mana bu turibdi. OLAC. Mana e'tibor qiling, dastlab salom edi va oxirgi 5-qadamdan keyin molas ko'rinishida teskarisi bo'ldi. Xo'sh, bundan keyin biz endi shuni qaytarishni buyurishimiz qoldi. Return result. Endi shu reverse string funksiyamizga biror matnni yuboraylik va uni console log yordamida chiqaramiz. Shu reverse stringga yuboraylik. Kamol ishlatib ko'ramiz. Mana teskarisiga o'girildi. Salom ishlatib ko'ramiz. Mana teskarisiga o'girildi. Bugun yakshanba ishlatib ko'ramiz, teskarisiga o'girildi. Yana agar sizni tanishlaringiz ichida ham bo'lsa kerak, meni tanishlarim ichida bor, shunaqa har qanday aytgan gapingizni birdaniga teskarisiga o'girib beradigan shunaqangi ajoyib qobiliyat egalari bor. Biz dastur jihatdan shunday qobiliyatli dastur tayyorladik. Keling endi forni yanada yaxshiroq tushunish uchun ba'zi sodda dasturlar tuzib ko'raylik. Aytaylik, 0 dan 4 gacha sonlarni chiqaradigan dastur tuzmoqchimiz. For dastlab i yaratamiz, let i teng 0, nuqta virgul bilan ajratiladi. O'sha 3 ta start stop step bir-biridan nuqta virgul bilan ajratiladi. I kichik 5 dan bu takrorlash sharti va keling endi bu yerda inkrement dekrementni o'tgan darsimizda o'tgan edik. Shu inkrementdan foydalanamiz. Va endi takrorlash tanasini bu yerga yozamiz. Soddagina chiqarishni buyursak bo'ldi hozir. Console log i. Mana bu yerda demak e'tibor qiladigan bo'lsak, dastlab start i o'zgaruvchi yaratdik, 0 qiymat berdik. Toki u 5 dan kichik ekan, bittaga oshirib boraveradi va har safar mana bu ish bajariladi. Dasturimizni ishlatib natijasini ko'radigan bo'lsak, haqiqatdan ham 0 dan 4 gacha sonlar chiqdi. Xo'p, yana bitta dastur tuzaylik. Aytaylik, biz hali massivlar haqida gaplashmagan bo'lsak ham, ular haqida ham ozgina unga anons sifatida unga oid bitta dastur tuzaylik. Let mevalar degan o'zgaruvchi yaratdik va unga massiv berdik. Aytaylik, olma, banan, anor bo'ladi, yetarli. Endi shularni chiqarmoqchimiz. For qaus ichida yana oldingiday let i teng 0, bu bizga
o'zgaruvchi yaratdik sikl uchun. Endi i mevalar massivini uzunligidan kichkina bo'lsa, ya'ni i kichik mevalar nuqta length. Bu bizni shartimiz. Takrorlashlarni bajarilish sharti. Va oxirida bitta inkrement qo'yamiz. Ana endi takrorlash tanasiga yozamiz natijani chiqarishni, ya'ni console log mevalarning i'nchi indeksini chiqarishni buyuramiz. Mevalar to'rtburchakli qavs ichida i. Ya'ni dastlab i 0 ga teng bo'lganda olma chiqadi. Undan keyin inkrement yordamida bittaga oshadi. Tekshirib, haqiqatan ham hali ham kichikligini tekshirib banan va hokazo natijani ishlatib ko'raylik. Bu yerda noto'g'ri yozgan ekanmiz. Ana olma, banan, anor, ya'ni biz massiv elementlarni bir-bir ko'rib chiqdik va natijamizni chiqardik. Xo'p, yana bitta dastur tuzaylik. Aytaylik, juft sonlarni chiqarish dasturini o'tgan darsimizda ko'rgan edik. Shunga o'xshash shu ishni for yordamida bajaraylik. Let i teng 0. Bu birinchi ishimiz. Toki i kichik yoki teng ekan 10 dan. Bu ikkinchi qismimiz va endi i ni bittaga emas, ikkitaga oshirmoqchimiz. Plus teng 2. Chunki ikkitaga oshib borsa, buni bu yerda xato bo'lib qolibdi. I teng 0. Nuqta virgul i 10 dan kichik va ikkitaga oshirilsin. Bo'ldi, natijani chiqarish qoldi. Console log. O'sha i ni chiqaramiz. Ya'ni bu yerda biz asosiy ishimizni mana shu yerni o'zida bajarib bo'ldik. 0 dan boshlanadi, 2 ortib boradi va toki 10 dan kichik yoki teng ekan shu ish bajariladi va ichida console logni qo'ydik. Ishlatib ko'ramiz. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Agar 0 ni chiqarilishini xohlamasangiz, bunda boshlang'ich qiymat sifatida 2 ni berishimiz mumkin. O'shanda dastlab 2 dan boshlanadi va toki shu shartni qanoatlantirar ekan natijani chiqaraveradi. Shuning bilan for sikliga bag'ishlangan ushbu video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.